Всем привет, man qadrli любимчиklarim. Sog'liginglar yaxshimi? Kimda nima gap, ish qilishimni sog'inganlar uchun idish tovoqlar yuvganimni video qilmoqchi bo'ldim va qildim. Menimcha bu уже 3-marta idish yuvib video olishim bo'lsa kerak. Bilmadim, odamlar har safar qo'llagani uchun oddiy sharoitimni yana ham boricha ko'rsatishga harakat qilyapman. Oshxonamizda birinchi marta video olganimda oshxonamizda idish yuvib ko'rsatganman. Undan keyin kun isigan uchun tashqariga olib chiqib idish yuvyapman. Hozir biz oshxonamizda rakvina yo'q. Idish yuvmoqchi bo'ladigan bo'lsak, tashqaridagi, ya'ni uyda ichidagi hovliga borib turib kranda yuvish kerak. Lekin kranda yuvsa suv ko'proq isrof bo'ladi. Shu uchun jomchaga qilamanda, issiqna suvda kaplida yuvamanda, keyin 2 marta issiq suvda chayqaboraman. Shunda ovqatda ham, poroshokda ham hidi kelmaydi. Bizda uyimizda shunaqa o'rgatishgan, 2 marta issiq suvda chayqash kerak, bo'lmasam tuxum yesang tuxumni, poroshokda yuvsang poroshokda hidi kelib qoladi deb. Keyin yaxshilab idishlarimni tozalab yuvib oldimda bir chekidan chayqashni boshladim va o'sha ikkinchi marta chayqab to'ntardim. O'rtalar kommentariyada belgilab ketinglar, kim uyda menga o'xshab idish yuvadi. Bunaqa idish yuvish yoqimliroq. Chem krantdagi idish yuvgandan ko'ra, to'g'rimi? Meni qo'llab-quvvatlaydiganlar, doim men bilan bo'lganlar, sizlarga kattakon rahmat aytaman. Negativchilarim, sizlarga ham kattakon rahmat. Menga nisbatan yomon fikrdasizlar, lekin qimmatbaho vaqtinglarni ayamasdan kirib menga negativ yozasizlar. Sizlarga yaxshi ko'raman. Bay bay.